kimda kim bir kunda 100 marta la havla va la quvvata illa billahil aliyyul azim deydigan bo'lsa, butun umr kambag'allik nima ekanligini bilmay o'tadi. Agar Alloh sizga ne'matlar bersa, alhamdulillah ayting. Allohga hamdlar bo'lsin. Gunohlaringiz ko'p bo'lsa, astagfirulloh deb ayting. Allohga tavbalar qilaman. Mabodo Alloh rizqingizni kechiktirsa, la havla va la quvvata illa billah deb ayting. Allohdan boshqasida kuch-quvvat yo'q. Barcha kuch-quvvat Allohnikidir. Bomdod namozidan so'ng bor yo'g'i bir marta la havla va la quvvata illa billah deb aytgan odam 99 ta balo ofatdan omonda bo'ladi. Va bu balo ofatlarning eng kichkinasi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar: kim tong otganda Allohumma anta robbi la ilaha illa anta xaloqtani shu kalimani aytsa, kech kirguncha o'lib qolsa, shu odam shubhasiz jannatga. Germaniyada Ramazon oyida bir ruhoniy uyiga yaqin fabrikada ishlaydigan turk ishchilarini iftorlikka chaqirdi. Ba'zi ishchilar uzrli bo'lgani uchun qabul etmadilar. Ba'zilari ruhoniyni xafa qilmaslik uchun taklifni qabul qildilar. Iftor vaqti mehmonlarni ruhoniy qo'lida Qur'oni Karim bilan kutib oldi va ularni yoniga kelib, men Qur'on eshitishdan katta zavq olaman. Iltimos, biringiz o'qisangiz men tinglasam dedi. Ruhoniy Qur'oni Karimni stol ustiga qo'yib oshxona tomon yurdi. Bu orada o'rtaga sovuq sukunat cho'kdi. Hamma bir-biriga umid bilan boqardi, ammo hech kim Qur'on o'qishni bilmas edi. Oralardan biri, ichimizda birontamiz Fotihani. Germaniyada Ramazon oyida bir ruhoniy uyiga yaqin fabrikada ishlaydigan turk ishchilarini iftorlikka chaqirdi. Ba'zi ishchilar uzrli bo'lgani uchun qabul etmadilar. Ba'zilari ruhoniyni xafa qilmaslik uchun taklifni qabul qildilar. Iftor vaqti mehmonlarni ruhoniy qo'lida Qur'oni Karim bilan kutib oldi va ularni yoniga kelib, men Qur'on eshitishdan katta zavq olaman. Iltimos, biringiz o'qisangiz men tinglasam dedi. Ruhoniy Qur'oni Karimni stol ustiga qo'yib oshxona tomon yurdi. Bu orada o'rtaga sovuq sukunat cho'kdi. Hamma bir-biriga umid bilan boqardi, ammo hech kim Qur'on o'qishni bilmas edi. Oralardan biri, ichimizda birontamiz Fotihani